sizga uyingiz uchun yoki do'koningiz uchun katta kolonli konditsioner qo'ymoqchisiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Stajli konditsioner haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Bu yerdagi dumaloq konditsionerimiz uyingiz uchun yoki ofisga mos keladigan konditsioner hisoblanadi. Xo'p, bular 20 tonlik bo'ladi. 20 tonliklar kvadrati 72 kvadrat bo'ladi. Endi bu xonangizni quruq holatda o'lchangani. Xonangiz izolyatsiyaga qaraladi. Misol uchun, sizning xonangiz 50 kvadrat, lekin oldida oftob tushadigan oynalari bor. Lekin mehmonxona bo'lsa, misol 10 kishi 15 kishi o'tirganda 50 kvadrat ko'pchilik adashib, u 8 ga tavsiya qiladi. Ko'pchilik savdogarlar to'liq hisob-kitob qilmaydi. Faqat quruq holatda hisob-kitob qilib qo'yadi. Xonangizni izolyatsiyasiga qarab tavsiya qilinadi. Shuning uchun 50 kvadrat, 60 kvadrat joylarga ham 20 tonli tavsiya qilinadi. Xo'p, birinchi konditsionerimiz 20 tonli gri Golden House modeli deydi. Bu juda ham chiroyli dizaynga ega. Ayniqsa ofislarga, mehmonxonangizga qo'ysangiz, alohida dekoratsiya sifatida ham o'zi chiroyli turadi. Xo'p, konditsionerimiz millimetr hisoblanadi. Ya'ni bu degani uzluksiz uzoq muddat yoqib qo'ysangiz ham tok rasxoti kam bo'ladi. Bu konditsionerimizda motorlarga 10 yil garantiya bo'ladi. Ya'ni zavod 10 yil garantiya beradi. O'ziga alohida 3 yil. Xo'p, konditsionerimiz Xitoyda ishlab chiqariladi. Eng so'nggi texnologiyalar bilan jihozlangan. Bu konditsioner hattoki ovozli boshqaruvga ham ishlaydi. Green o'zining maxsus programmasi bor. Green Plus degan. Bu ilovani tortib olsangiz yoki Alisaga ulab qo'ysangiz ham bo'ladi. Xo'p, konditsionerimizning quvvati keladigan bo'lsak, hop, konditsioner rasxoti 204 kilovat soatiga, sovutish paytida 7210 quvvat beradi. Bu degani juda ham yaxshi ko'rsatkich. Isitish paytida 9600. Bu juda ham zo'r ko'rsatkich. Ko'p konditsionerlar 30 talik konditsioner ham 9600 quvvat beradi. Ya'ni buni qishga ham zo'r foydalansangiz bo'ladi. Rasxot kam bo'ladi. Xo'p, havo oqim haydashi eng turbo rejimda 1200 kub haydaydi. Dovushi past 43 desibel, sof og'irligi 39 kg bo'ladi. Juda ham yaxshi ko'rsatkich. Xo'p, orqalarida filtr bo'ladi. Bu filtrlar o'sha bir oyda bir tozalab turiladi. Bu yerdan havo surib, oldidan chiqaradi. Xo'p, ichidagi radiatorlar 3 qavatli bo'ladi. Radiatorlar qoplamasi har doimgidagi grilllar eng yaxshi qoplamadan foydalanadi. Ya'ni Bluefin mis qoplama ustida maxsus gel bo'ladi. Chirimasligi uchun, sho'rlashmasligi uchun qoplama bo'ladi. Xo'p, konditsionerimiz dizayni juda ham chiroyli. Xo'p, og'zi yopilgan holatda hop shu ko'rinishga keladi. O'chirib qo'yganingizda ham alohida dizayni chiroyli. Hop, keyingi konditsionerimiz Green iShine modeli. Bu konditsionerimiz ham 20 tonli. Bunda голосовой управлениесі yo'q, lekin sifati yaxshi. Narxi bilan tanishib o'tib ketamiz. Hop, bu konditsionerimizning narxi hozirgi kundagi narxi $1260. Hop, bu modelimiz narxi bundan ozgina arzonroq $1200 chiqadi. Ozgina dizaynga bog'liq. Hop, endi buni quvvatini ko'ramiz. Lekin bu dizayn ham chiroyli, oq, blesk oq. Ko'p modellarimiz oq matli bo'ladi, dog'ishaydi. Bu chiroyli model. Hop, quvvatiga keladigan bo'lsak, hop, 710 quvvat berar ekan sovutishda. Rasxoti bir xil 204. O'zimiz O'zbekiston to'kilgan mo'ljallangan 50 Hz da. Hop, isitishda nisbatan kamroq energiya modelda. O'zi odatda 20 tonli konditsioner isitishda 7500, 8000 quvvat bo'ladi. Lekin bu modelimiz ham 8400. Ya'ni zo'r ko'rsatkich. 60-70 kvadrat xonadoningizdagi yoshi katta mehmonxona, hol yoki ofis uchun bu juda ham zo'r. Har qanaqa atapledan arzon tushadi sizga. Lekin buni havo oqimi 1490 kub. Ya'ni bu konditsionerni uzunroq zallar, misol 10 metr, 15 metr, 20 metrli joyga ham qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni havo oqimi kuchli. Hop, konditsionerimiz invertor motor bo'ladi. Buni ham rasxoti kam bo'ladi. Garantiyasi 3 yilga 10 yil. Ya'ni motorga 10 yil garantiya beriladi. Buni ham radiatorlari 3 qavatli, Bluefin bilan qoplama qilingan 100%. Hop, bu konditsionerimiz yopiq holatda
shunaqa bo'ladi. Dizayn o'zgacha. Narxi $1200. Hozirgi kundagi narxi. Bular tushgan narxda. Endi bu konsertlarimiz 20 tonli konsertlar $680 dan boshlanadi. Hamma sifatiga qarab. Bular premium segment hisoblanadi. Ya'ni o'rtacha narxdagidan ancha balandroq. Bu konsertni olganingizdan keyin lekin uzun pulni oqlaydi. Xo'p, endi fresh modelimizga keldi. Bu 20 tonli gri konsertlar ichida eng so'nggi versiya. Dizayn juda ham chiroyli. Eng oxirgi texnologiya, Wi-Fi bilan boshqarsangiz ham bo'ladi. Buni zo'r tarafi ko'p konsertni bilasiz. Tashqaridan havo olib kirmaydi. Xonangizda havoni o'zini obratni aylantiradi. Endi bu konsertlarda bunga yechim bor. Bunda qo'shimcha trubkaga shlanka ulanadi. Shlankada orasida filtr bor. Tashqaridan havo olib kirib, mana beydan mana air fresh deydi. Yangi sveji havo olib kiradi sizga. Bu juda ham klimat, ayniqsa ofisga zo'r. Misol uchun ofisda ertalab kelasiz, kechgacha o'tirasiz. Kislorod yetishmaydi. Ayniqsa qishda ataplaniya bo'lsa, havo plesin bo'ladi. Aboylar derazaning oldi namgarchilik bo'ladi, nam bo'ladi. Bu bunga yechim. Hamda toza havodan nafas olasiz. Bu kafelarga qo'ysangiz ham bo'ladi. Kafelarda ham ayniqsa ventilyatsiya ham bo'ladi. Bu ham yordam beradi sizga. Buni zo'r tarafi ikki tomoni ochiladi, ikki tomondan havo haydaydi. Konditsionerimiz invertorli. O'ziga 3 yil motor oil garantiya bunda ham. Endi bunda qo'shimcha UV lampasi bor, ya'ni chiqayotgan havoni ultrafiolet nur bilan o'ldirib beradi. Ya'ni havangiz ham tashqaridan havo toza olib kiradi. 3 bosqichli filtrlab qo'shimcha ultrafiolet binafsha nur bilan har qanaqa mikrobni o'ldirib, xonangizga sveji havo olib kiradi. Xo'p, konditsionerimizda расходga keladigan bo'lsak, konditsionerimiz расходda 2,4 kilovat. Endi shuncha расход qilib qancha quvvat beradi? Xo'p, sovutishda 7210 quvvat, yaxshi ko'rsatkich, standart. Isitishda 9700. Bu juda ham zo'r ko'rsatkich. Bemalol qishdan chiqasiz. Havo oqimi 1400 kub. Bu ham uzoq xonalar, uzun xonalaringizga bemalol yetib boradi. Sovuq ham, issiq ham. Konditsionerimiz original Xitoyda ishlab chiqarilgan, garantiyali, ofitsialniy hisoblanadi. Bu konditsionerimizning orqasidagi filtr tozalash udobniy. Yonidan chiqadi, mana shu holatda mana. Ko'p konditsionerlarda, arzonchi konditsionerlarda bepolni 3-4 samarezlar bo'ladi, uni bo'shatib, keyin filtrni qoqasiz. Chunki buni har oy qoqish kerak. Bir marta. Tim bo'lib bizni havolarimiz chang bo'ladi. Bu chang ushlab qoladi. Agar buni qoqmasangiz, konditsioner nafas ola olmay qiynaladi. Bu burun vazifasini bajaradi. Shuning uchun bir marta tavsiya qilinadi. Mana trubkani ham ko'rasiz, Bluefin bilan qoplangan 3 qavatli bo'ladi. Juda ham yaxshi trubka hisoblanadi. Freonlar ham bu hamma konditsionerlarimiz freonlari R32. Aytib o'tganmiz. R32 freon eng ekologik toza freon bo'ladi. Isitish paytida ham eng yaxshi freondan hisoblanadi. Sovutishda ham. Bu Yevropa standarti. Yevropa standarti bo'yicha ishlab chiqarilgan. Hozirgi kundagi narxi $1390. O'zbekiston bo'ylab dostavka xizmati mavjud. Bu konditsionerimiz ofisga, uyingizga, kafelarga ham zo'r. Tashqaridan havo olib kirib, sveji havo olib kiradi ultrafiolet nur bilan bakteriya o'ldiradi. Bu modelimiz ham kafelarga, restoran, uylarga ham zo'r. Buni malik uyga qo'ygan bo'ladi zalda. Mehmoningiz kelsa ham alohida dizayn ham chiroyli. Mehmoningiz kelganda bitta Alisa olsangiz yoki telefoningizdan голосовой yordamida bitta gapirsangiz yon beradi. Juda ham chiroyli dizayni. Hop, keyin konditsionerimiz, hop, bu Shivaki o'zimizdan chiqadi. Yaponskiy brend, Artazavoddan chiqadi. Bu ham yaxshi konditsioner hisoblanadi. 24 tali. Bu ham ofis uylarga, kafelarga ham aytadi.
24 tali 70 kvadrat 72 kvadratga mo'ljallangan, lekin xonangiz izolyatsiyasi qarab. Uyingizga bo'lsa 60 kvadrat joylarga bemalol qo'ysangiz bo'ladi, 50 kvadrat joylarga. Sababi 15 ta 20 ta mehmon kelganda ham qiynalmasdan ishlab beradi. Konsertimiz narxi $1080 edi, o'z narxi tushdi $1000 hozirgi kundagi narxi. Hop, bu konsertimiz ham Bluefin bilan jihozlangan, ya'ni o'sha motor radiatorlari qo'shimcha qoplamasi bilan. Bu konsertimizning rasxotini o'zidagi. Bu tarafdagi. Hop, konsertimiz rasxoti 2,5 kilovat 296 sal rasxot ko'proq bo'lgan, griga qaraganda, lekin ko'rsatkichi yaxshi. Unumdorligi sovutish paytida 662, isitish paytida 658. 410 freonda, freon yaxshi. Sof og'irligi 30 kg bo'lar ekan, havo oqimi 1300 kub. Endi narxiga yarasha asli $680-700 konsertlarga qaraganda ancha zo'r sifati. 3 yil ofitsialniy garantiyasi bo'ladi, o'zimizda ishlab chiqariladi. Misol uchun $700-800 konsert olgandan ko'ra, men ozgina qo'shib $1000 ga shu konsertni tavsiya qilaman. O'sha 50-60 kvadrat joyingizda, ofisingizni, uyingizni bemalol sovuq kunlarda isitib, ya'ni bu har qanaqa atapina arzon tushadi. Oddiy bitta radiator 12 tali, 13 tali qovurg'alar ham 3 kilovat, 2,5 kilovat rasxot qiladi. Bu konsertlar 2,5 kilovat rasxot qilib 60 kvadratingizni isitib beradi. Endi radiator bittasi 20 kvadratga mo'ljallangan. 60 kvadrat joyga 4 ta 5 ta ketadi. Bu konsertlar ancha arzon tushadi isitishga. Hop. Bu modelimiz ham 24 lik. 3 yil ofitsialniy garantiyasi bor. Dizaynlari chiroyli, o'ziga yarasha. Ochilgan holatda shunaqa holatga keladi. Bizlar chiroyli jaluzilari o'ngga chapga bo'ladi bu konsertimiz ham. 3 yil ofitsialniy garantiyasi bilan qilib beramiz. Hop, keyin konsertimiz ko'proq do'konlarga tavsiya qilamiz. 4 burchak, havo oqimi yaxshi bo'ladi. Sensorli upravleniya, pult upravleniyasi ham bor. Ten bor. Bu konsertlarimizda qishki isitishga ham, yoki sovutishga ham yaxshi. Bu konsertlar shu ko'rinishda konsertlarni Gri kompaniyasidan 3 xil 4 xil razmerda bor. 3 xil razmer bor ekan. 24 tali inverter bo'ladi. 48 tali bor. Ko'p konsertlarda 48 tali konsertlar 3 faza bo'ladi. Ya'ni 48 tali konsertlar 144 kvadrat, 150 kvadratga mo'ljallangan bo'ladi. Unga 3 faza tortib kelinadi. Bu 220 ga ham ishlaydi. Chunki bu inverter motor bo'ladi. Ham rasxoti kam. Effekti ham zo'r. Hop. Birinchidan tushuntirib o'tamiz. Bu konsertlarimiz hozirgi kundagi narxi $1100. Bu konsertlarimiz ham inverter hisoblanadi. Hop. Dizaynlar chiroyli, oq glansli och yoki to'q moloshin desang ham bo'ladi. Hop, konsertlarimizda rasxoti 204 kilovat, lekin isitish va sovutish unumdorligi zo'r. 702 sovutish, 709 isitish. Bu degani zo'r. Isitishga yaxshi, qishdan bemalol chiqasiz. Kattaroq kvadratga ham yaxshi isitib bera olar ekan. Havo oqimi 1200 kub, 41 desibel, sof og'irligi 38 kg bo'ladi. Bu juda ham yaxshi ko'rsatkich. Hop, radiatorlari Bluefin 3 qavat qoplama. Bu konsertlarimizni ko'pchilikga tavsiya qilamiz. Bitta okamimiz ularga ham o'rnak berdi. Okamizga mana shu konsert yoqdi. Lekin xonalarda shunaqa ekanki, mehmonxona stol qo'yiladi. Asosan konsertlar, misol xonangiz uzun, konsert bu tarafga qo'yiladi. Bag'da stol bo'ladi. Bitta klientimizga naborot bu tarafga joy yo'q ekan, bu tarafga qo'yildi. O'sha holatda agar bunaqa konsert olsangiz, o'tirganingiz orqangiz urib yuboradi. Chunki bu pastdan tevagacha ventilyator. Bu zo'r tarafi tevaning o'zida havo oqimi. Bu konsertni tevaga qaratib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Yonida tursangiz ham, o'tirsangiz ham havo orqangizga urmaydi. O'sha tarafdan ham yaxshi. Tavsiya qilamiz ko'pchilikga.
Narxi 1100. Hop, keyin konditsionerimiz 48 talik bo'ladi. Buni asosan do'konlarga, ofislarga, misol uchun do'koningiz 100 kvadrat yoki 120 kvadrat yoki kirdi chiqdi bo'ladi, ichkarida odam ko'p bo'ladi. Shu holatga buni tavsiya qilinadi. Bu konditsionerimizni o'zi ko'ramiz quvvatini. Hop. 12.3 sovutishda quvvat beradi. 12.60 isitishda. Havo oqimi 2000 kub. Dovush 51 desibel. Sof og'irligi 53 kg bo'ladi. Hop, 48 talik rasxoti 5 kW atrofida, 4.8 5 kW. Isitish, sovutish energiyasi shuncha tok rasxot qilib 2 barobardan ham ko'proq effekt beradi. Agar siz uyingiz yoki katta ofisingiz, do'koningiz bo'lsa yoki qanaqadir ishlab chiqarishingiz bo'lsa, kvadratini bilib, unga qarab, izolyatsiyasiga qarab tavsiya qilamiz. Misol uchun 120 kvadrat joyingiz bor. U yerda shunaqangi 12.60 issiqlik energiya kilovat olaman desangiz, отопление juda ham qimmat tushadi. Отопление o'ziga 20 kilovat, 30 kilovat ketib qoladi. Bu konditsioner 20-30 kilovat emas, soatiga atiga 5 kilovat iste'mol qiladi. Juda ham zo'r. Xo'p, endi narxiga keladigan bo'lsa, to'g'ri, ekonom, lekin narxi ozgina qimmatroq, lekin narxini oqlaydi bu narsa. Hozirgi kundagi narxi $1760. Inverter hisoblanadi, 220 tokka ishlaydi. 3 faza shart emas. Tokingiz pasayib ketsa ham, odatda 48 talik konditsionerlar 2 dan tushsa o'chib qoladi. Bu konditsionerimiz inverter motor bo'lgan hisobiga 180 voltgacha ham ishlab bera oladi. To'g'ri, 220 dan quvvatini bera olmasligi mumkin, lekin 180 dan o'chib qolmaydi. Hop, 3 yil o'ziga motorga o'yin kafolati bor. Narxi $1760. Hop, hozir ko'rgan konditsioneringiz eng ko'p sotiladigan konditsionerlardan qatori kiradi. Qo'limizda 55 talik, 60 talik, 100 talik konditsionerlar ham bor. Patolochniy konditsionerlar ham bor, ya'ni VRF sistema. Hop, sizni joyingizdan kelib chiqib, kvadratingizdan kelib chiqib, energiya poteriyadan kelib chiqib, konditsioner tavsiya qilamiz. Bizga aloqaga chiqing. O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatda servis xizmatimiz bor hamda dastavka shu narx ichiga kiradi. Videomiz siz uchun aniq foydali bo'ldi. Kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying. Zakaz uchun pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing.